Hello. Hammaga salom do'stlar. Men sizlar bilan Muhammad Rizo. Do'stlar, men ishqib yana yangina videoimga xush kelibsizlar. Do'stlar, men ishlarimni qilib men ishlarimni qilishim kerak. Hop, do'stlar. Men ana menga Rizani yonga xonimga chaqiring. hozir. Men Tezda kelsin. daraxt chopishim kerak. Hop. Do'stlar, meni Mir chaqiryapti, daraxt chopib boraveraychi. Hop. Ay, Anasxon. Ha, Qalaysan? yaxshi. Raqib yuribsan? Shunchaki aylanib, ana bu yerda gaplarni eshitib. Amir. Salom Riza. Salom. Videoni yoqqanmisan? Hello obunachilari. Bu videoni ko'rgan bo'lsalar, like va so'rovni qo'yinglar. 20 marta likedan keyin keyingi videoni ham olamiz. Ikkinchi qismini olamiz. 500 ta tez like yig'aversalaring, asabilikda ikkinchi qismini olamiz. Ha, keling Anasxon. Ana Parijga qanday narsalar beraveraymi? Mir, o'zingizda bitta gapim bor. Anasxon chiqib turing, akangiz gap bor ekan. Mir, men uyni soloni ertaga bersam bo'lmaydimi? Bo'laveradi. Mir, men sizning qo'lingizda ishlamoqchi edim, maylimi? Mayli. Xo'sh. Mening ishlarim Sizga yog'och olib kelgan edim. netstak 20 ta. bo'laveradi. Boriga ham shukr qilish kerak-da. Do'stlar, hozir men ham chiqib ketdi do'stlar. Xo'p. Men ana bu yerda derazasini sindirib bordi. Ana men sizni qancha Hadi beraman. Xo'sh. Netsagi yo'q meni. Nasa beraymi? Nesa bering. Men masalan tegma. Yo'q, tashab qo'y. Men tekkanim yo'q. Mir. Men sizga deraza yasamoqchi. Anasxon tush. Yo'q, mana men mana qiladi deyapman. Unaqa menga kerak bas. Bo'ldi, men versa beringiz. To'xtang, menga 4 ta yog'och kerak. Bo'ldi, o'zimda yog'och bor ekan. Yasab oldim. Yasab oldingizmi? Mana. Xo'sh, to'xtang, sizga o'zim versakka bet bo'lmaydi. Men o'zim sizga versakka joy qilib beraman. Xo'sh, qochib turing. Menda ishiga. Versagimni sen olganmiding? Yo'q, qumni eritasiz, Mir. Menga yasab bering. Qumni nima? Qaysi? Aka, menga anaqa yasab bering hozir. Hozir bitta narsa bo'lar. Anaqa yasab ber. Xo'sh, do'stlar. Anasxon. O'rta, qalaysan? Kunlaring yaxshi o'tganmidi? Taqalatib bilsanmi? Kim u? Men. Kiraver. Sevgilingmi? Yo'q, o'rtam. Menga aytib beraman. Bo'pti, mana. Menga yog'ochlar keltir. O'zing? Bo'lmasam xayolingga keltirma. O'pke yog'ochimi? Yasab beraymi? O'pke! Bu yerda bag'ir chaqir bo'lyapti. Ber yog'ochimi? Yog'och tasha. Mana. Video chiqamiz. Xo'sh, do'stlar, ukam, mayli. Janob Mir. Riza. Bo'ldingizmi? Bo'ldim. Oynalaringizni tashlab bering. Pechini bilan olma, pechini Nega bilan. kerak? Oldingi oynalarimni Aha. to'g'irlab qo'y. Men hozir kelaman. Necha aylanib kelay? Hop, Mir.
Yo'q. Osh. Xo'p, do'stlar, men uyimga borishim kerak. Bugun negadir chiqib keyin o'zim tushuntiraman videoning oxirida. Hoy, mening uyimga nega kirib olding? Xo'sh, do'stlar, men shu yerga mana buni qo'yaman. Xo'sh, do'stlar, men necha dam olmasam bo'lmaydi. Kim u? Ha, bir, janob bir, kiring. Bir kechira. Sen nima meni urding? Kechira eshikni ochmoqchi. Nima bo'lyapti, do'stlar? Anason oylik to'lovini to'lash vaqti keldi. Nechi pul? Bir stakan izvirot. Menga oyligim bermaysan. Janob Mir, Mana. menga oylik berasizmi? Riza, sengami? Oylik uyga kirib Bizdagi beraman. nonni zop turaverami? Uyimdagi nonim Anasxon agizga Men beraman o'zim. oyligini berib olay Anasxon. Kir, meni uyimga kirma. Kirsang, Yo'qolar ekansan. Bo'ldi. Nonningizni oling, nonningizni. olavering. Sengami? Hozir sandoqdan olib beraman. Non yetib oldim. Xo'sh. Ma, Riza. Riza. Ha, mayli. Xo'sh. Oynalarim hammasini baquvvat qilib qo'ydingmi? Ha. Rahmat yasha. Oynani bitta men o'zimda oyna bor edi, sotaman. Olasizmi? Yana buzilib qolsa qo'ygani. Menga ham pulga sotasanmi? Tirikchiligim kerak-ku. O'rtoq, Ha, bo'pti, kel. Sotib olaman. o'rtoq. Ha, Bitta narsa aytaymi? ayt. Bizdingchi sengachi sog'ama yur meni uyimga. Ha, ketyapman. Riza, keling, oynalarni olib keling. Ha, ketyapman. Hozir men Mirni uyiga kirib chiqay. Xo'p, hozir. Sen uyingda bo'lib tur. Ha, uyimda bo'lib turaman. Taq. Kelavering. Riza, keling. 15 ta izmirot bo'ldi. 15 tasi. 1000 so'mdan. Yaxshi, hisob ekan. Toshqoron ham tushyapti. Sizga bonus. Oling. Wow, rahmat. Arzimaydi. Xo'sh. Kelaver. Sening uyingda non yo'q ekan, a? Yo'q, men uyimda tepa qavatda bor bo'pti. Men qorong'i tushyapti. Xayr. Ertaga berasan. Xo'sh, do'stlar, men o'z tabarqalarga qarashim kerak. Bu ertalab ishga o'zim aytlar. Mana to'y sahar ham bo'ldi. Mana bu stojlarim mer bergan edi. Kechasi uyg'ondim. Kiring. Kechasi uyg'onib. Ha. Kush pasti senga sovg'am bor. Non kerak emas. Non emas. Senga mana buni tavsiya etaman. Aytdim, non kerak emas. Bo'pti, ola. Hozir yeb kirdi. Kiring. Ha. Riza. Ha, men tepa qavatdaman. Yo'q, Anasxon, siz emas. Riza, suvash yoqdimi? Ha, yoqdi. Unda qimmat bo'lmasa ham suvash. Mayli. Oylik to'lovini to'lash vaqti keldi. Nech pul edi? Hali senga mehribonchilik qilib 30 izvirot. Hop. Disha turib beraman, disha ishlab olay. Bo'pti. Senga plus mayli 25 ta izvirot. Xo'sh. Tayyor bo'lganda Mana bo'ldi, tayyor. Bitta izmirni ishlasam bo'ladi. Kichkina bo'l tishloqchi. Xo'sh. Voy, uchi-buchi chanqaraylar bo'chadi. Ay.
Mening qarindoshimga tegma. Yo'q, men oddiy kunga chikolat berib qo'ydim. Shokolad ham berma. Nega? Qulog'ingni tut. Mir ham eshitdi. Mir. Ana bu kichkintoyga hech kim shokolad bermasin. Nimaga? Chunki u hozir do'stlar, men gapimni ham aytib bo'ldim. Xo'sh, do'stlar, Riza, meni yonimga kel. Tezda. qaytasiz? Uyimdaman. Ha? Sen meni nimaga aldading? Men aldaganim yo'q. Nima deb aldadim? Uyingda 5 ta izmiri turibdi-ku. O'zingiz men bitta ishlasam bo'ldi dedim-ku, 30 ta degan edingiz. 30 ta ekan-ku, menda 25 ta, senda 5 ta qolgan ekan-ku. To'xtang, yuringchi. Bor, kirib ko'r. Ishonmasa, yuring, menda 4 ta edi, menda 29 ta edi. Kim qo'yib ketgan bo'lishi mumkin? Hali sen o'ldiraman hozir. O'ldirishingga chidab, o'sha yonda turasan. Xo'sh, Mir. Uzr. To'xtang. Ana uni chaqiramiz. Menda 4 ta edi. Hoy, baqaka. Baqaka. Ha, Sen izmonat qo'ydingmi? yo'q. Qarang, aldayapti. Menda 4 ta edi. Do'stlar, ay, Mir. Menda kamera bor edi. Men sendan xafaman, yo'qol. Menda kamera bor edi. Siz qo'yib ketibsiz. Mir. Hozir bedrock bilan kalla palliga qo'yib yuboraman, yo'qol. Mir, men Yo'qol. hozir olib kelveraman o'sha 5 tani. Do'stlar, ko'rgan bo'lsanglar bitta videoni men har doim shu gapirib do'stlar, ko'rgan bo'lsanglar shu videoni menda hozir boshida men 29 ta edi, negadir 30 ta bo'lib qoldi. Negaligini o'zim ham bilmayapman, xo'sh. Qanday bo'ldi? Do'stlar, uyimda kamera bor edi, ko'rsam men qo'yib ketgan. Endi mayli. Sen hali nerdan tunding? Kelavering. Abba. Mir, nima qildingiz? Mang. Ko'zimga ko'rinma. Va biroyingiz. Bor endi. Xo'p. Ko'zimga ko'rinma. Do'stlar, kamera bu uyushtirilgan deb o'ylayapman. Sen qildingmi? Yo'q. Xo'sh, qishloqlardan sekin-asta so'rab chiqamiz. Oy qishloqi. Ha, nima deysan, Riza? Xo'sh, men uyimga kim qo'yib ketganini bilasanmi? Ha, bilaman. Kim? Ana u bir qo'yib ketgan edi. Nima? Xo'sh, shu gapingni isbotla, meni oldida isbotlab bera olasanmi? Ha, isbotlab bera olaman. Kelavering. Yuring, men siz bilan bitta narsa qilaman. Иди, пошел. Yuring. Uyimni oldiga mana bu qishloqni isbotlab beradi kim qo'yganini. Ha, qishloqqa Kim qo'ydi? Siz qo'ygan edingiz. Men qanday siga qo'yaman? Boy qishloqdan ham so'raymiz. Qaysidir uyga kirib ketdi. Mana uyga kirib ketdi, boy qishloqi bilan. Bitta yo'q ekan. Ana boy qishloqi. Desam, ana u qishloqqa ham ko'rgan bo'lish mumkin. Xo'sh. Hoy qishloqi. Ha.
Sen uyimga kim? Anavi izmir narsa qo'yib ketgan ko'rganmisan? Kimdir uyimga kirib chiqdimi? Ha, kirib chiqdi. Mana bir kirib chiqqan edi. Hech qanday isboting yo'q. Qanaqa sen men kirib chiqqan bo'lishi mumkin? Isbotlarim, dalilim ko'p-ku. Qani? To'g'ri berchi qani shu isbot dalilni? Do'stlar, men hozir isbot dalilni qilib bo'lgandan keyin shaxsan o'zim sizlarga kim bo'lganini aytaman. Do'stlar, men ishontirdim. Chunki hozir meni o'zi ham tasdiqlaydi do'stlar. Men uzoqdagi kompyuter xonalar bor edi, o'shandan men parolni qildim. Voy. Mir, nima qilyapsiz? Nima? Sening ishing nima men bilan? Obunachilarimga aytib qo'ying. Meni ham qilichim bor. Meni kechiringlar. Men Rizoni sinagan edim. Rizo menga shuncha narsa qilib qo'yadi. Men Rizodan xafaman. Do'stlar, men bilan o'zlaring bilasizlar, hazillashib bo'lmaydi. Men ikkita o'roq olib keldim. Nima? Ikkita o'roq olib keldim. Ber, men senga bu narsa beraman. O'q olib keldim. Bo'ldi. Nechta? Tugmacha olib keldim. Bitta o'qdi. Men senga sovg'am. Meni yo'qoling. Hop. Hatta yur o'ynaymiz. Yo'q, men o'ynolmayman. Mayli. Yo'q, o'ynolmayman. Yomg'ir ham kuyardi ana. Men nima dedim? O'ynolmayman dedimmi? Do'stlar, Mirning asabi buzilgancha men endi uyimda o'tirib turaman. Mirni o'zi chaqiradi, asabi buzilsin, ishga qayt deb. Do'stlar, Mir ishga qayt deganda o'zim xabarlashaman. Sizlar qarordan qaytdim, Mir kirguncha nima qilaman? Kiring. Ha? Janob Reja. Ha? Sizga bitta xabarim bor. Qanday? Siz meni shuncha haqorat qildingiz va obunachilaringizga tasdiqladingiz. Xursandman, lekin siz ishdan bo'shadingiz. Xafa bo'lmang, kayfiyatingizni tushirmang. Do'stlar, kamera borligini ko'rib turibsizlar. Men yaqinda o'rnatgan edim. Sen derazadan nima bo'layapsan? Janob Mir, bu bizning gapimizni eshitibdi. Nima qilding? Kuzatdim. Agar eshitgan bo'lsak, cho'ktirib o'ldiraman. Janob Mirni oldiga kirishim kerak, qaytargan aytib o'tgan do'stlar. Do'stlar, Janob Mirni uyiga kirishim kerak. Xo'sh, do'stlar, men Janob Mirni uyiga kirishim kerak. Janob Mir yo'q. Eshik qilib ekan. Janob Mir yo'q. Qaytargan bilasam? Yo'q. U ketgan edi. Men qayerdaligini bilishim kerak. Mana shu uyda bo'lishi kerak, do'stlar. Xo'p. O'toni o'qita, mayli, xo'p. Janob Mir. Meni kechiring. Boshqa qaytarilmaydi. Boshqa qaytarilmaydi. Mayli, ishga qaytaver. Rahmat. Do'stlar, video tugadi.